Hammaga salom do'stlar, hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, bugungi videomizda juda ham ajoyib video olamiz. Bugungi videomizda Ronaldo va Messi tarkibini tuzamiz va ikkita o'yinchini olamiz va tarkibga tushiramiz va ajoyib o'yinlar o'ynab ko'ramiz. Xo'p, bilmasam marketdan birinchi bo'lib Ronaldo va Messini sotib olishni boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib bu yerga Ronaldo deb yozamiz. Bu ikkita juda ham ajoyib o'yinchilar. Bittasi Portugaliyaning o'yinchisi, bittasi Argentinaning o'yinchisi. Ajoyib o'yinchilar, dunyo gotlari, qirollari. Hop, Cristiano Ronaldo. Cristiano deydi Ronaldo. Hop, Ronaldo ketdi, endi Messi. Ankara Messi, Inti Messi, Ankara Messi deydi do'stlar. Hop, kanalga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Lionel Messi. Bu o'yinchilarning kartlari ancha pastga tushgan. Bilasiz o'zingiz ham. Xo'p, endi ikki o'yinchi sotib olinishini kutib turamiz. Tarkibga mo'ljallaymiz endi bular. Xo'p, Drogbani mana bu yerga qo'yib turamizmi? Hozir Ronaldo yo'qlaydi. O'zi Ronaldoning asosiy pozitsiyasi ana shu nimada. Do'stlar, nima LV. Xo'p, Drogba mashina turadi o'zi. Hozir tursin. Keyin o'tkazamiz. Xo'p, ikki o'yinchimizdan birontasi sotilmadi. Xo'p, kutamiz endi. Xo'p, mana market bo'limiga kiramiz. O'yinchilarni sotib oldim, mana ikkovi ham sotib olindi. Katta kartdan sotib olganim uchun mana shu kartlarni olishga majbur bo'ldim do'stlar. Mayli do'stlar, lekin bular qanaqa kartda bo'lsa ham yaxshi o'ynaydi. Qaranglar, bilmasam tarkibga tushiramiz. Drogba mavjud turadi. Hop, Cristiano Ronaldo qani? Mana Cristiano mavjud ketadi. Messi bu qaytadi xolos. Cristiano Ronaldo esa mana bu yerga ketadi. Xo'p, 5 ta trenirovka betabilar ekan. Trenirovka nima kerak o'zi? Shunaqa ham yaxshi o'ynaydi o'yinchi. Xo'p, Messi. Messini kuchaytirib qo'yamiz. Xo'p, Ronaldoga ham beramiz 5 ta trenirovka. Lekin yaxshi o'ynaydi bular. Bizda Gareth Bale bo'lgan. Ketdimi? Endi o'yinimizni boshlaymiz. Mana o'yinimizni boshlab oldik. Ikkita legendalarimiz. Raqib. Xo'p. Tezroq Ronaldo bilan Messiga berish kerak. Ber Ronaldo mana. Cristiano Ronaldo Cristiano ajoyib shot beradi. Messi qani Messi? Do'stlar, Messi qani Messi? To'pni tezroq bizga berishsa, biz gollar ursak. Messi nimadir ko'rinmayapti, Ronaldo ko'rinyapti, lekin Messi ko'rinmayapti. Messini tushirdik o'zi. Messi qani Messi? Messiga ber.
bo'lyapti. Qotishlar ko'p bo'lyapti. Emilianoga gapirmanglar. Biladi do'stlar. Messi qani? Mana Messi. Messi ko'rinib yurgan. Messi! Kartlar kichkinada. Do'stlar bo'lmaydi o'sha. Gol urish qiyin-da o'sha. Messi, Ronaldo ochil. Ronaldo ochilmaydi do'stlar. Ochilmadi do'stlar. Bo'lmasa golchilar shabadan gol qasdik. Cristiano Ronaldo gol. Cristiano chap oyoq bilan. Cristiano Ronaldo. Qani ketdi. Faqat 5 raqam bergan bo'ldi. 7-5 yerdan. Ajoyib gol do'stlar, qarang. Yaxshi Cristiano. Endi Messi bilan ursak yaxshi bo'lardi. Ronaldo. Ay, nima kerak shu do'stlar? Vaqtni oladi. Uzoq to'pni Messi. Leo. Ankara Messi. Inti Messi. Ankara Messi. Inti Messi. Ankara Messi. Do'stlar Ankara. Do'stlar Messi chap oyog'i. Yaxshi 87-dakika. Messi gol do'stlar. Lionel Messi. 2 raqam debdim. Messi, Inti Messi, Ankara Messi do'stlar. Gol. Cristiano ham, Lionel ham gol urdi. Oxirgi daqiqalar bu foyda Messi o'zgarib tursa. Ankara Messi, Inti Messi, Ankara Messi, do'stlar, Messi ajoyib gol qo'yapti oxirgi daqiqalarda do'stlar. Ey, Messi nima qilib qo'yapsan? Messi. Gol qaranglar, o'ng oyoq bilan. Hamma ham olmaydi, Messi. Ajoyib gol. Mayli, Cristiano ham gol urdi. Bu birinchi o'yinimiz do'stlar. Hali yana o'yinlarimiz bor. Yana bitta o'yinimizni boshlab oldik mana. Messi bilan Ronaldo yana gol urishadi degan umiddaman. Mister degani Mere, lekin Messi Ronaldo degan. Messi, Ankara Messi, Cristiano Ronaldo, Inti Messi, Cristiano shu yerdan shot bermoqchi. Oy! Do'stlar, Cristiano shu yerdan ajoyib shot berdi, lekin bunaqa shotlar ham bo'lmaydi. Qo'yish kerak. Do'stlar, shu yerdan gol bo'lishiga azgina qolgan. 86 o'yinchi shunaqa shot bersa, chunki Ronaldoda Drogbada mana haqiqiy afsungarlar kerak bo'lsa. Messi, Inti Messi. Argentina qahramoni bu Leo Messi dedik do'stlar. Portugaliya qahramoni Cristiano. Ronaldo qani mana. Cristiano chap oyoq bilan davay bitta gol. Cristiano Ronaldo. Ikkitadan gol urdi.
do'stlar, Cristiano. Yaxshi. Ajoyib gol. Cristiano Ronaldodan suli gol. Lionel Messi. Messi. Inti Messi. Ankara Messi. Ronaldoga pas bermoqchi Messi. Boshqa kishi bor. Tanaliga bordi. Cristiano. Bitta suv ixlaylik Ronaldoga. Yaxshi. Xo'p, vaqtimiz tugadi, lekin yana bitta o'ynaymiz. Yana o'yinimizni boshlab oldik, oxirgi o'yinimizni. Keti bo'lmasam, Ronaldo va Messi bilan ajoyib gollar uramiz degan umiddaman. Cristiano bilan Messi bir xil fint qilar ekan, yaxshi Ronaldo. Juda ham qattiq zarar beradi. Ankara Messi. Inti Messi. Ankara Messi. Yaxshi. Hozir boshlab olamiz ikkinchi taymni. Cristiano. Messi, Ronaldo. Ko'p Ronaldo deb. Shu Ronaldo Greenwich backman. Shunday yaxshi o'tib ketdi. Ankara Messi yomon aytib qo'ydi-yu Messi. 2012-yil ayniqsa yaxshi o'ynagan Chempionlar Ligasi o'tganda. Messi Ronaldo 2016 ham Chempionlar Ligasini ajoyib qilib o'tgan. 2018 Cristiano Ronaldo ajoyib gol urganda Jinjel Buffonga. Xo'p, Ronaldo. Cristiano. Messi bilan Ronaldoga berish kerak. Ular bugungi o'yinda gollar urish kerak. Xo'p. Messi qani Messi? Muhammad Saloh. Penalti do'stlar, penalti degandim. Penalti emas ekan. Messini ko'rdim. Hozir Messiga qaratib yuboramiz. Inti Messi. Ankara Messi. Gazdan o'tdi Messi. Raqibimiz bor ekan, Robertson. Xayr. Messiga yaqinlasha ko'rma. Messi seni yakson qilib yeb tashlaydi. Lionel Messi gol! Lionel Messi Argentina qahramoni bu. God Messi Ronaldo qaysi biri? Gol Lionel Messi. Ronaldo bilan urish majburiy bu hozir. Ronaldoga berish kerak edi. Yana ishtirok. Endi ana Ronaldoga urib bor, Messi. Bunday ko'p qo'ydi Cristiano Ronaldo. Haqiqiy pozitsiyasida o'ynayapti o'zini, LV pozitsiyasida. Haqiqiy pozitsiyasi LV Ronaldo. Qanday tushundingiz? Kim nima desin, Ronaldo haqiqiy pozitsiyasi LV. Messi haqiqiy pozitsiyasi RV qolaveradi. Right winger, left winger. Cristiano nima bo'lyapti? Cristiano Ronaldo chap oyoq bilan tepib qoldi. Mayli keldi. Gol hisoblanmasa ham bo'ladi. Cristianoga ham oson tutmanglar. Ancha qarib qolgani FIFAda ham bilinyapti.
Ronaldoga ham osilmas do'stlar. Ronaldoga ber, Ronaldoga. Cristianoga ber. Cristiano ancha qarib qoldi. Shu qarigan chog'iga ham lekin qo'yil qolyapmanmi? Ronaldoga ber. Cristianoga ber axir. Afsungarga ber deydik. Mayli do'stlar. Xo'p. Ajoyib bo'ldi. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Mana shu ikkita qirollarni tekshirib ko'rdik. Gotlarni Cristiano Ronaldo va Lionel Messini. Lionel Messi 3 ta gol urdi, Cristiano Ronaldo esa 2 ta gol urdi. To'g'ri, endi Ronaldo ancha qarib qoldi, shunga kamroq urgandir, bilmadim. Xo'p, ikkita o'yinchimiz ham ajoyib o'ynadi degan umiddaman. Bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarimizda yana ajoyib videolar chiqarishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'ling. Ko'rishguncha.